Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Behramning Kömurchi bala namlıq romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Xal ay Ağzam töre dachisiga borgandan keyingi yuz bergan ishlarning hammasini devatdi. Turdi Hasan xuddi bir kim ming patman umid bilan beshiga urgandek garangli bo'lib tunjiqib qoldi. Nayma bu sirning echilib ketganligidan dastlabda ansiragan bo'lsa-mu, keyin xol oyning jon tumshiqiga kelganda amalsiz qolganligini his qildi. Ammo Turdi Hasan qip-yalang'och ayolini adyalga o'rab ko'tirib chiqqan oyozga dahshatli kundashligi tutdi. Shunga u sirtqa qarab ochchig'i bilan baqirdi. "Hoy, oyat bu! Oyat bu deyman!" "O, mana men." Eshik oqsida gap tinglab turgan oyat bu darhol kirdi. "Nima ishlari borki, Nozir? Tez berib oyoz degan dongalni boshlab kel." Oyat bu xo'p deganicha oldirab chiqib ketdi. Turdi Hasan uchun Ağzam töre dochisidagi ish unchavala cho'ng ham uyatliq bilinmadi. Chunki 200 ming yuvarlik chek, 120 ming so'mlik uzuk, 180 ming so'mlik Nissan'ga selishtirganda xol oyi qanchalik nimitdi. Uning rasa to'lgan chog'larining payzini surib bo'lgan. Endi uning xulqi nazari nemish qilsin? Qo'yga 40 qadaq eg'irlikdagi quyruqning nima lozimi yoki uningda chun ko'k yillarni qo'rayamisa, faqat u quyruq o'yinini yepib turish uchun lozim. Xotin men uchunmi u yetimni yepib turish qila asqatidi. Turdi Hasan bu sahifalarni qaysidir bir chet el romanida ko'rganda qilgan. Mana hozirmi xol oyning Turdi Hasan uchun bo'ytaq deydigan u niyatini yepib turish rolida qoldi. Oyazning kirib kelishi bilan Turdi Hasanning tuturuqsiz xiyollari uzildi. "Hey, beg'araz, peti quloq!" Turdi Hasan Bilqut xazinasi. "Sening nimandaq dening qayiq nimasan? Ağzam töre dachisida shuncha ishlarni terib etib, texi o'rdakka suv yo'qmagandek zuvaningni ichib qo'ymaysan a?" Endi u ishlarni deb ko'ngillarini parakanda qilmay dedim. Oyaz bo'sig'ida qo'l bog'lab turadi. Qovuz degan munofiq odam emaskan. Aslida xol oy xonim shu chog'da qonunga tutib bermoqchi bo'lgan, lekin silini oyidi. Bo'ldi. Qara texi yaxshichaq bo'lib oldiga o'tib olganini. Turdi Hasan g'o'ttida yutunib, qurib ketgan koniyani namdab qo'ydi. "Senmi inomingga petib yur. Talbostan kollonga o'rilib tushmasin. Kechalarda tomga to'li chiqib, shotidan yiqilib, to'kirmi bo'pqanma? Men hozirgacha sabr qilib keldim. Bo'lmasa, sen Rodipayning ko'ttiga tepadigan vaqtmi bo'pqagan?" Turdi Hasan aslida uzukdan iborat sirtmoq korga kelmaganda Talbostan vaqasini uchiq ko'tarib chiqib, Oyazning ko'ttiga tepish, ona balani qimir qilinmagandek iskanjiga elish o'yi bor edi. O'ylamagan yerdan Ağzam töre dochisidagi g'alati anza oshkorlanib, Naimani yana qistashqa amalsiz qoldi. Chunki qovuzning abdi basharasi oshkorlanib qolgan edi. Shunga u Oyazni tillagan bo'lib, Talbostan shota degandek maxfiy parollar orqali ona balaga o'zining qo'lida qandoq go'harning borligini bildirib qo'ydi. Turdi Hasan uningdan oshirib yetishni xohlamadi. Chunki qovuzga shayxini egib berdigan muhim ish uning beshini qotirib turadi. Shunga bu ona balani yanala silab siypab turmasa, Turdi Hasan ig'ir ziyon tortdi. Eng echinishliqi
Bəgzadədən ayrılıb qalıdı. Bunun üçün Xal ay bilan Naima yanıla onun qo'lidagi go'har hisoblanadi. Qandaqdir bahona sabablar bilan Naimani shaharga akirishdi yoki dochida yolg'iz qoldirishda uning royi bo'lmasa, so'rab yoki bog'lab akirgili bo'lmaydi-de. Xal ayni mehmondorchilikqa opirman deydigan, u ko'nglidan xolishi kerak albatta. Shunga ularga bir necha ig'iz gap qilib ko'nglini ko'tarib qo'yish mana bu taktika. Turdi Hasan koni hunar bo'yicha dabdabilik gaplarni ichida saylab ulgurmayla, chehri ruxsarini qora bulut qoplagan Xal ay ig'iz ochdi. Nozir apandim, aramizdagi parda shab yirtildi. Sizmi qorningizda saqlab kelgan g'um, hiyla mikrlaringizni oshkorladingiz. Xal ay g'azabida sarg'ayib ketgan edi. Menmu bu go'ri zindonda shuncha yillar erksiz tutqun, kishansiz mahbusdek yashab keldim. Endi bizga esilvamang. Bu dachidan ona bola ikkimiz ketimiz. Xal ay, bu nima deganingiz? Aramizda ko'ngil suyingidek, hech qanday ish bo'lmagandek gap qilasiz-ku. Xal ayning kaskin ham bezorlik hissiyoti bilan bundaq deyishini xiyoliga keltirmagan turdi Hasan, xeyligacha hang'ayib nima deyarini bilmay qoldi. Ras, to'zaqqa tushib qolgan qushqashchig'ida odam cho'qilaydi. Yavash, muloyim, samimiy, sodda, ko'ngli tuz Xal ayning og'zidan shu gap chiqqan ekan, u qamchisiga tukiribdi. Savr qachisi to'libdi. To'qimni qorniga otdi. Aramizda ko'ngil suyingidek ishlar bo'lmagan desam, siznimi, o'zimnimi oldigan bo'laman. Biroq hozir ulardan gumon qilib qoldim. Xal ay uzil-kesil seskangan edi. Siz Naimani odamiylik xislati yo'q bir hayvonga setish uchun maqsadlik boqqan ekansiz. Agar o'z pushtingizdan bo'lgan bo'lsa, ana shundoq mal'unning qonliq panjalariga tashlab berandingiz. Men sizni amdi tonidim. Afsuski bahmi kechikib tonidim. Sizmi haqiqiy qiyofatingizni uzun yil yoshirdingiz. Ba'zida Tangri beshingda nozil bo'lgandekla ma'lum bo'ladi ekan. Shu turqida turdi Hasan shuni his qilib qoldi. U ko'nglida Xudo xolisa, Xudoyim buyursa, Allah nisb qilsa demaganligim uchun har doim iroda qilgan ishimda sharmisori bo'lib atamdim deganlarni o'yladi. Demasam, qancha-qanchalab to'g'liqni mundaq qilaman, Oyazning hozirlik ko'ttiga tepiman, Xal ay ona balani iskanjiga elib, qamir qilanmas qilib qo'yaman deb hopildab keldi-yu, ammo o'zi lat bo'lib qolib, kiradigan to'shik topolmay qoldi. Bugunchi to'g'ri. Bugun jangdagi g'olib jonjun bo'lib, asirlarning taqdirini rahimsizlik bilan bir taraf qilmoqchi bo'lgan edi, biroq o'ylamagan yerdan o'zi oq bayroq chiqarib, ikki yoniga qarab qoldi. Shuningga qaraganda, Xudo undaqlarga bir mahal zamon bersa-mu, oqibat omon bermaydi ekan. Shunga turdi nozir ham nozir turdilarga shundoq nasihat qilamizki, g'ofil banda Haq taolaning ixtiyorini bilmakdan ojizdir. Inomingga petib yur. Mödürüp ketkiningni tuymay qolasan. E'tiqod bilan yasha. E'tiqodsiz odam har qanday razillikdan yonmaydi. Mana qarang, uyga jahonni ostin-ustin qilibatgida qor bo'ronni boshlab kirgan turdi Hasan, amdilikda quyruqini chivisiga tiqib olgan kuchukdek shumshiyib qoldi. U chiroyiga birdilla muloyimlik tusini berib, og'zini umalladi. Lekin nima deyishini bilolmay qoldi.
Әмма qismat onunğa həmqan bolğan idi. Onun yanfonu sayrab ketdi. U yanfonini qulağına tutub, "Hə, rastma, qaçan, nemişqa?" Çataq bopdu. "Adiliyaning men hozirli baray" degan gaplar orqa-orqadan tizilib chiqdi. Biroq uning chiroyidan echinganligi, jiddiylashganligi yoki xushal bo'lganligini belgilab bo'lmaydi. Turdi Hasan xuddi hech ishi yuz bermagandek Xalqay, Nayima, Oyoz, oyat bo'laga takshi bir qarab etib, "Bo'ldi, ishinglarni qilinglar. Ha, Xalqay, Nayima, sizlarmu batnab yurmanglar. Men shaharga kirib chiqay." debla chiqib ketdi. U mashinasini o't oldirib etib, asta xudonshidi. Indeg'i attigandala qovuz bilan ko'rishgan edi. U chaqda tinch edi. Nima bo'lgandi u qiyirga? Turdi Hasanning chiroyi masxiralik tus oldi. Xo'p bo'pti u do'qqa. Endi turmadi chirib o'lsin. Ammo daqiqa o'tmay Turdi Hasanning chiroyidagi shodlik ifodasi birdilla o'chib, vahimalik bir qora soya egiladi. İplas qeri meni tishlab tortib yurmas. Elmo yaxshi 200 ming so'mlik oltin do'konni ochtirmaganim obdan bo'pti ekan. Andishli xayollardan teni shirkinib ketgan Turdi Hasan mashinasini haydab amdila hoylaga chiqishga oyat bu yugurib keldida kabinka derazasiga engishdi. "Tu nazir, uyda choy, tuz, tomoq ham qo'rimaga ishiltadigan dori darmaklar o'ksib qapti ekan. Shahardan og'ash chiqqan ekan. U narsalar kent do'konida bormi?" "Bor. Ha, bor bo'lsa o'zingiz eling." Turdi Hasan 50 so'mni chiqarib berdi. "Mening shaharda muhim ishlarim bor. U narsalarni nada izlab yurman." "Ma'qul emisa, yo'l bo'lsin." Turdi Hasanning ochiqida sallash, totliqida sizlashlariga ko'nib ketgan oyat bu 50 so'mdan xeyla tapan haqqi xoladiganligini ko'nglida dangsab bo'ldi. Turdi Hasan darvoza qanotlarini cho'ng echib qo'yib, yo'l chetida qo'l qo'shtirib bo'ynini egib turgan Oyozga qarab qo'ymay chiqib ketdi. U darvozani yepib, kiltanglarini selib turishi bilanla so'mga ko'targan oyat bu masxiralik hejib qo'yib, darvozaning kichik qanotini ochdi. Xo'rliqning zahar suqumlarini tunji qitim ochiq his qilgan Oyoz onarliqning qirig'iga berib o'ltirdi. Hozirgi vaqtda biror boy yoki amaldor ham cho'ng xo'jayinlarning xizmatini qilayotganlarning kuni xuddi rivoyatlardagi yo'lbosning mulozimatini qilgan qora quloqning holidan xarob bo'ladi ekan. Qora quloq yo'lbosdan oshqan toshqanni yegini bilan o'zining bir vaqt tamoq bo'lib ketishidan ansiraydi. Ammo Oyozdek til ahonat, masxira, kamsitish, ta'addi qilish, xo'rliqlardan xoli. Onundan ko'ra, oshu boylarning pisti kuchuk, oslan mushuklarning kuni ming martam yaxshi. Ular xo'rliqqa uchrash emas, balki mamuq yostiq, yepak ko'palarda jonlarini bahuzur rohatda o'tkazadi. Oyoz hozir 3 mo yer, 3 eg'iz uydan kechib qoldi. Hatto o'zi yaxshi ko'rib qolgan Xalqay ota buvisining izlari tushgan 15 mo yerga bo'lgan mehrimi ko'ziga hech nima bilinmadi. Odam dunyoda azob uqubat, hasrat, nadomat, dard alam, kasallik, turma, judolik, ig'ir emgaklarning hammasiga ko'nib ketadi ekan. Birla xo'rliqqa chidamaydi ekan. Chunki xo'rliq vijdon, g'urur, odamiylikka chechilgan yo'nda ekan. Oyoz aka, bu yerda ajabmi mo'g'ib o'tirib ketibsiz-ku? Nayima uningga yengishib qaradi. "Voy, yig'ladingizmi nima? Ko'zlaringiz yosh turadi." "Nemishqa yig'lay, oyi qiz?" Oyoz zo'rma-zo'r kuldi.
Ha, nega mangdingiz? Tarso'ga berib kelay. To'g'liq bilan maslahatlashadigan ishlar bor edi. Obdan qipsiz. To'g'liq ham Amrulla akamlarga mendan salom ayting. Bo'ladi, Ayazga. Qorong'i tushib ketkicha qaytib keling. Odam ansirab qoladi ekan. Ayazga Naima derizini ema qilib bir tatliq qildi. Opam hujrasida yolg'iz o'ltiradi. Zerikib qolmasa? Shundoqmi? Ayaz qizirib beshini töven soldi. Naima ketib qoldi. Ayaz o'zimi Xolay bilan ko'rishmoqchi bo'lib turibdi. Bu chaqda hujraning jipak pardalari orasidan o'ziga qarab turgan Xolayni ko'rib qolgan Ayaz darhol o'rnidan turdi. U oyat buning kelib qolishidan, turdi Hasanga chiqishidan qo'rqmay, bino palampiga qarab menib ketdi. Ayaz hujra eshigini chekib kirib kelganda, Xolay deraza tubidagi ustalda kitob ko'rib o'ltiradi. "Keling Ayaz, o'ltiring." Xolay o'rnidan turdi. "Nozirning sizga qilgan sesq gaplarga men chidayolmay qoldim. Sizdan kechirim so'rash uchun oldingizga chiqmoqchi bo'lib turdim." "Hojati yo'q, Xolay." Ayaz ig'ir xursindi. Men ketay deyman." "Nima? Ketay?" Xolay Ayazning kang do'lisiga barmoqlarini tekkizib birdan turdi. "Nemishqa ketmoqchi bo'lib qoldingiz?" Men chidayolmadim. Menga yer, uymi kerak emas. Bu chaqqicha ota buvamning tiniqlari tarqagan havo, izlari tushgan yer deb ko'z qiymay o'tatdim. Hozir uningdanmi mehrimni uzdim. Shundaqmi? Xolay derazadan bog'larga qaradi. "Meningdan Kursqimdagi balangizdanmi mehringizni uzgan o'xshamamsiz?" "Xolay." Ayaz xapalikda qattiq vaqiribdi. "Siz bilmaysiz. Xo'rliq degan bir ekakkan. Yurikim, vijdonim, g'ururim, odamiylikim ekakdilib, jarohat ustiga jarohat bo'lib ketdi. Bu nima xo'rliq menga? Sog'lom badanim, yetilgan kuchim, sap qonlarim turib, qandoqdir bir nachar odamning ko'ziga qarab yashash, uning til ohanatlarini anglash, kamsitishlariga sukut qilish. Mushu mumkinmi? Siz ko'rgan xo'rliqni men ko'rmadimmi? Mening bir umr ko'rgan xo'rliqlarim sizga sirmi? Hammadan xabaringiz bor. Hajab men chidab kelyapman-ku." Xolay to'kilib ketdi. "To'g'ri, Xudoyim biz ayollarni ana shundoq chidamliq yaratib qo'yibdi ekan. Qiz vaqtimdan tortib ko'rgan xo'rliqlarim haq tadiga yetmagandek to hozirgacha davomlashib qalbimni xo'rliq dengiziga aylantiribdi. Mas'ud qanchalagan paskani yundilarni yuzimga chashmidi. Hatta u o'lgandimi, Faxr Nisaning qip-yalang'och jasadini quchoqlab yotatdi. Qadrimga yetarmikin deb cho'ng bo'lsa-mu takkan erim turdi nozir chig'ida, sauna monchalarida, ishrat qavoxonalarida, kechilik bazmaxonalarda kunlarini o'tkazib, yuraklarimni laxti-laxti qon qilibdi. Bo'ldi, so'zlamang. Ayaz chidayolmadi. Meni so'zligini qo'ying, ondan ketmamsiz. Xolayning yuzlari ho'l bo'lib ketgan edi. To'g'ri, men hayotimda chin so'ygu, chin yaxshi ko'rishga noil bo'lolmadim. Lekin Xudoyim masxara qilgandek, yeshim 45 ga kelganda yurakka taalluq muhabbatni ko'nglimga sep qo'ydi. Bu chaqcha lahatda qorong'ulashib ketgan bag'rimni bir chiroq villati yoritdi. U siz edingiz. Ah Xudoyim, ah Tangrim. Xolay un selib yig'layapti.
bu dunyoda birmu ichi kuyar odam qolmaganmi nima? Qalbingda parlagan oxirgi yulduz chig'ida seni zulmatga tashlab ketgalyapsa. Ayaz bir besib, ikki besib teliqibgina keldida xol ayni quchoqladi. Xol ay uning kang ko'kragiga yuzlarini yiqib o'pkidaydi. Esadaydi, teliqib, bo'g'ilib yig'lamoqda edi. Xol ay, meni kechiring. Ayazmu yig'lagan edi. Men ko'p o'qimagan odam. Ba'zi ishlarga kelganda sirtini ko'rib, ichini ko'ramaydi ekanman. Men Xalay isadab ketdi. Aslida bugungi jadalda hamma ishlar bir yo'lila hal bo'lib ajrashib ketaman degan edim. Lekin Nazirning o'ch adovat elishdagi xumari teha yeshilmadi. Shunga sizga Tolboston beshingga o'rilib tushmasin, shotang sunib to'qirmi bo'p qama degandek kinoyi so'zlab hammamizni bir qatim ogohlantirgan bo'ldi. Bilib qo'ying, bu ogohlantirish cho'qim bo'ron chaqqonsiz o'tmaydi. Men sizning yeningizda, Xalay. Ayaz uning yuzlarini sirtdi. Mening boyiqa xomliqimni afu qiling. Ayaz Xalayni bag'riga chang bosdi. Ham uni dast ko'tardi-da, cho'ng karvatga yotqizdi. Ayaz uydan chiqib ketayotganda, oshxonada ko'ktat adalayotgan oyat bu "Ahti!" deb yelini qirib, g'azab bilan tukirdi. Zaval vaqti bo'lib qolgan edi. To'g'liq Naymani yo'lga selib qo'yish uchun Tarsu kentining cho'ng yo'l xazinasi. Do'kon oldiga mahallaning parangchilari yig'ilib qolg'ashqa, Nayma u yerga berib, mashina saqlashni beab ko'rdi bo'g'ay, ko'cha do'qmishida turishdi. To'p direk qora xo'jalardan qaytgan mashinalar do'kon oldini bekat qilib olgan edi. Lekin ular yo'l bo'yi odam selib mang'ashqa, yo'lovchilar qayerda qo'l ko'tarsa, shu yerda to'xtaveradi. To'g'liq bilan Nayma bugun ko'ngildagidek mungdashdi. Urumchiga mangadigan kunni, qandoq usulda mengishni maslahat qilishib oldi. Ondan kelgisi Urumchida, G'uljida tutmoqchi bo'lgan uylari, qilmoqchi bo'lgan ish-o'qatlari, hatto bolalarini qandoq tarbiyalash qatorliq ishlarni qolmadi. Amrulla buvay koni uylarini chiqib, o'rniga dochidak hayvatlik uy soladiganligini anglab kulib ketdi. Bir yoqdan ko'zlariga yosh keldi, u Naymaning umriga atab duo qildi. Shundoq To'g'liqning niyati xolis bo'lg'ashqa, Xudoyim bu farishtani o'zi yetkazib berdi. O'g'li ikkisining xuddi 40 yillik qadinaslardek sir to'kishib ketishlarichu. Texi kichik bolalardek g'oj-g'ojli vaqirishib, chirqirishib, orqadan ich-ichidan telqib kulib ketsa, bu ikki bangvash saranga masliga kelgan kaptarlar suyishgan peti tengirqab qilishadi. Mana ikkisi birlashib, langman etmoqchi bo'lishib, ko'ktatliqqa kirib ketishdi. Bir chaqdala ular qoqoqlashib, kulishib chiqqan edi. Amrulla buvay to'ymayli qoldi. Chunki har ikkilisining ko'ngliklari bo'yilib, yuzlaridan qip-qizil sho'xli suyi soqib turadi. Choplashib ketgan uruq ham sho'xli pisablaridan ularning ko'z, burun, quloqlari pitib ketgan edi. Texan Nayma hech nima bo'lmagandek. "Hey To'g'liq, siz ko'ktatlarni adolg'ashtiring. Men ko'nglak maykangizni yo'yib etay." deb yanlarini turibla ishga tushib ketdi. "Tova" deb yoqsini tutdi Amrulla buvay. "Bu zamonning yoshlari hajaba. To'y qilmay turib, xotindan battar irmosh-chirmoshib ketgan. Bo'lmasa, buvay bakmu yiroqda qolgan yoshligini xira-shira esga oladi. U zamonamda Amrulla bo'lsa, donamni hujraga kirgandilar ko'rgan edi. Mana hozir Nayima mangmoqchi bo'lib edi, uning ko'ngli bir qismini bo'lib qoldi.
Shundaqdimi qo'lini duoga ko'tarib, yomon so'z, yomon ko'zdan ner qil. Ko'rina ko'rinmas balo qazodan o'z panohingda saqla. Har ikkilisining muborak boshlarini omon qil deb tilak tiladi. Ondan xijil bo'lgan holda: "Qizim, o'tganda dadamizning ba'zi so'zlari jinimdan o'tib ketgashga, jahlim qaytib, satroyim o'rlab, sal ta'tirli qilib qo'ydim. Ko'nglingizga olmassiz?" deb o'ziri so'radi. "To'g'liq, mashina kelmaydi-ku", dedi Naima sal jiddilashib. "Dadam shahardan chiqquncha uyga ketib olsam bo'ladi." "Keladi, texi baldir tursa. Bo'lmasa sizni otga mengashtirib opirib qo'yaman." "Rasma?" Naima chavaq chelvatdi. "Ot minsa qandoq bo'ladi? Keyin menga cho'qim ot minishni o'rgatib qo'ysiz." "Mayali chidiyalasa." To'g'liq ko'zlarini o'yintib uning sag'irsig'iga urib qo'ydi. "Beshingni yeydigan qora mabakning gepining satligini." Naima To'g'liqning burnini barmoqlarida ching qisib oldi. "Ha, mana askilik qilamsiz." "Bo'ldi, qo'yib eting, ko'chada sat." To'g'liq burnini tortib oldi. "Tos qoldi burnimni uzib olg'ili, movi ko'kami ushuq." "Xo'p bo'pti." Naima ko'zlarini o'ynatdi. "Ha, rost, To'g'liq dadangizni oyaskam opamlar yo'qlab turadi. Shundaqdimi turmushini obdan o'rinlashtirib qo'ying. Osh tamoqdan, eg'ir yenik ishlardan qiynalib qolmasin." "Xotirjam bo'ling. Ata og'aynalarimni chaqirib, dadamni shularga topshiraman." "Og'aynalaringiz ishonchlikda ha? Nima da'vatsiz? Qiyomatlik og'aynalardan biz." "Aytinga, poni." "Po atalig'idek dasmay bo'lsa, po atidi." Ular cho'chi xo'razlardek amdala kirishib qiylishi bilanlar do'kon oldida kimlardir mushtlashib ketishdi. Atrofdagilar ularga yaqin kelmagachga kimdir birsi tayoq zarbidan vaqirmoqda edi. "Voy, bu zehrining ovozi-ku." To'g'liq ushqandek yetib beribla urvatqanlarning orsidagi burutliq cho'ngraqining koniyadan bo'qqancha og'iga etibdi. Yana birsining gajgisidan qomonlib elib qo'yib bermadi. "Hey, qandoq namard nimalarsanlar?" vaqirdi To'g'liq. "Ikking birlashib ashu nimjon razgini urishdingmi?" "Hey, sana nima otkochilik?" dedi burutliq cho'ng yigit To'g'liqqa qo'lini shiltib. "Uning tayoq yegisi bor. Bizning urg'imizda qandoq?" "Voy, qo'lingni shiltimay gap qil." To'g'liqning ochiq kelgan edi. "Bika, hali og'zi burningni izlab yurmagin." "Nima deydi u mavrab-rab?" Burutliq mushtamini ching tugib kelganini bildi, lekin pashvaning uchib kelganini bilinmay, necha g'ulash yerda yetib qoldi. Bir damla uning qapqi mushtumdek ishib chiqdi. Bu asnoda atrofdagilar uni ayblab ketishdi. "To'g'liq har qaysini ajratvatsa, texi uningga mush atmoqchi bo'lyapsana?" "Yeligu sen bir burtliqkansan, To'g'liqqa sendakdan 5 tankilanmaydi." "Ha, deyishaqini, zikrini nimishqa urishsan?" "Jinim aka, biz qarag'uchilik. Men Xansu bozorda ovqat qilaman degina, uydagilarni tumshiqtirib orolni boqaman", dedi jo'g'a kichik yigit. "Bu adosh helili berman deb 50 so'm olgan. Ani meni deb oldig'ili 1 yil bo'ldi." "Zikri, rasma?" To'g'liq maqtaq qadaldi. "Rastli shundoq qildingmi?" Emdi. Zikri duduqladi. "Qo'limga pul kirganda bermamdim." "Undaqda rastkanda. Tuta ukama pulni." To'g'liq yanchiqidan 50 so'm chiqarib, heliqi balaga berdi.
Hey ini, ma adaş nemen buludu? O mening nevri akam buludu. Sal qiyni qiziq. Hey adishay, dedi to'g'liq burutliqqa. Oq qarini farq etib mush atarsan bo'lamdi. Tarsu degan yamayya, bir damdila og'iz burningni yuttirib qo'ysan. Bilqut xazinasi. Do'kon oldidagilar paraqqa kulishib ketishdi. Ularning ba'zilari zehrini ayblab, o'tgan oydimi shoyikamning qarzini bermay, o'g'lidan tayoq yedik. Helim yaxshi to'g'liq orqangdan durut o'qib turg'ini. Deyishsa, yana ba'zilari burutliqqa Çoşqan meşkning burutini yulgandek, to'g'liqqa mush etib yurganini ko'ranglar, mavu chala ko'rang adashning. Deyishatdi. To'g'liq o'tinglar bu yoqqa. Naima ochiq bilan vaqirdi. Nadik ishlar chepilib yurdi ekan. Mana. Quloqlarigacha qizirib ketgan to'g'liq qiz tarafga mangdi. Nemanchili vaqiraydigansiz? O, qaranglar. Dedi taqirbash bir dehqon. To'g'liqningmi qo'rqadigan odami barkan emasmi? Qo'rqmasa bo'lamdi, dedi yana bir kak soqol yosh dehqon chaqchaqqa ko'z chiqarib. Senmi heliqi yanog'ishda xotiningga 70 ta'zim qilib, puchuq tishlaringni ko'rsatib, kashda yotqanga oran kirasan. Dehqonlar faraqqa kulishdi. Lekin ular to'g'liqning qayrilib o'zlariga qaravatganligini ko'rib jimib qolishdi. Xafa bo'lmang. To'g'liq asta pichirladi. Mashina kelmasa, sizni hopash qilib bo'lsam olib qo'ysam bo'ldi-g'andu. 2 mashina kep bo'ldi. Mana endi to'g'liqning hurmat inovati, mardligini, o'g'il balaliq turgullikini ko'rgan Naima tarsuliqlar oldida o'zining kimning mashqi ekanligini namoyon qilmoqchi bo'lgandek o'llik gap qilyotdi. Demasam dehqonlar bu esilzoda sarxil qizga ba'zilari havas bilan qarasa, ba'zilari hasad ko'zlarini tikatdi. Qerilar bo'lsa qiziqsinib qarshadi. Bu asnoda qarag'ochi tarafdan bir minibus kelib qoldi. Şoför kech bo'lganda shaharga kiradigan xaridor topolmaganmi, mashinasi quruq tegidek edi. To'g'liq şoför balani to'nig'ashqa Naimani oldiga o'ltirg'izib, pulini berdi-da, chilonliqdagi docha darvozasi oldigacha opirib qo'ygan. Cho'ng yo'ldalar tushirib qo'yma deb topildi. U mashinaning orqasidan bir haza qarab turib, yo'lda ko'tarilgan chang to'zon yo'qolgandilar uyiga mangdi. To'g'liq bu kecha tuzuk uxlayolmadi. Xushalliq, yo'q, baxt. To'g'ri, baxtmi odamni har ko'ylaga soladi ekan. Bu xuddi hamma nemisi tal boylarmi yo'qni barni ishki qilish, shundoqla o'g'ri, bulangchi, qaroqchilardan xotirjam bo'lanmaganga o'xshash. Baxt to'g'liqni uxlatqili qo'ymadi. U o'g'izida o'ngdisiga yotganicha oyni kutib oldi. Oy ko'tarilib uning naq ustiga keldida kulganda qildi. Uning kulgisi madhiyamu, masxarami yoki pig'onliq nidomi belgili bo'lmaydi. Biroq bulardan to'g'liqning parvoyi palak. Naima Urumchida to'y xitini hal qiladi. Ular oddiygina bir uyni ijaraga elib o'ltiradi. To'g'liq bo'lsa, Kazivandagi o'qishni o'qib, hafta orliqlarida mahbubini yo'qlaydi. Ular kelgusida uy do'konlarini g'uljiga yetkab, umrini oshib Bo'ston shaharda o'tkazadi. Tarsudagi to'g'liqning 3 mo'liq cho'ng qo'rasiga yer qetib, zamonaviy boshlang'ich maktab soladi. Texi bir kutubxona selish plani bor. Ularning bolalari, nevaralari bo'ladi. Ah xudo, mushu yop-yeshil koinot, quyoshliq olamda yashash nima degan ko'ngillik, ha? Gerçi baxtsizlik sana yer bo'lsin. Rost emasmi?
uning shodligidan xafaligi, omitidan opiti, baxtidan azobi ko'p bo'lsa-mu, odam yanala kunning serqiga to'ymaydi. Cəbrail əleyhissalam şeytanğa "Sən dozaqqa məhkumsən" degan ekan. Şeytan "O yerda kun nurini ko'gili bo'lamdi" deb so'ragan ekan. "Hey palak, Xudo bandisini hammadan ulug' yaratib qo'yib, yana uni elib ketgani nimasi? Bo'pti. Elib ketish uning mezoni ekan. Eng bo'lmasa 200-300 yil Roma ata qilsa-chu qashki." To'g'liq sherin xiyollar quchqida qachonlarda uxlab qolganligini bilmadi. Lekin u ajab sirliq bir tush ko'rdi. To'g'liq bilan Naima ikkisi tik chiqil ustida quchoqlashib turarmish. Yer qattiq tavravatqadek. Tog' toshlar gumburlib, daryo suvlari osmonda uchib, dal-daraxtlar qizil qiyomat ichida kuyib etibdi. Naima "To'g'liq, chiqildan hanqa yiqilib tushmayli" deb chiqiravatqadek. Qisqasi, jahon gumbur, qaras qurus, taqir-tuqur, tong-tung, varqiragan, chirqirgan, oyanchliq yig'ilgan ovozlarga to'lib, yer to'lqinsimon egizpas shiddat bilan tavrigidak. Birdilla oppoq soqollari tizg'i kelgan Amrulla buvay istitaklar ichidan paydo bo'lib, osmonu mollaqdak turg'idik. To'g'liq, "Dada, bu nima alomat? Qandoq ko'gilik?" deb so'rabdi. Amrulla buvay uzun soqollarini sipab, "Balam, olamda gunoh ko'payib ketdi. Odamlarda diyonat, insof, poklik qolmadi. E'tiqod yo'qoldi. Aqida so'slashdi. Hech qanday e'tiqodi yo'q odam yomonlikdan yonmaydi. Ular bir-biriga xiris qiladi. Ularning vujudida zinaxo'rlik, haromxo'rlik, g'ambozlik, parxo'rlik, munofiqlik, razillik, ko'rinmaslikdek fitna fasodlar qurtdek yamrab ketganligi uchun ko'tarilmayotidi. Shunga Allohdan odamlarning umrini ozaytib yaratishni tilayli. Ular qancha oz yashasa, gunohni shuncha oz qiladigan bo'ladi. Dada, undaq bo'lmagan xiyollarni qilma, deb yolvirdi To'g'liq. Naima ikkimizning ajab savobli planlarimiz bor. Ozg'ini umr qandoqmi yetsin? Bala, savobning ko'pidan gunohning ozi yaxshi. Noshkurlik qilma. Undaq bandidan Alloh bezor. Jahon qorong'ulashib, yerlar yerildi. Olam chaqmoq nurida yolt-yo'lt yoridi. Lekin To'g'liq bilan Naima quchoqlashgan holda cheqildan tegi ko'rinmas honga tushib ketayotdi. "Oppa!" To'g'liq vaqirab uyg'onib ketdi. U turib o'ltirdi-da, peshonalaridagi monchoq tarlarni olqinida serib ertibdi. "Tova, g'alatilar tush ko'rdimi?" To'g'liq tush vahimasidan so'z titrayotdi. "Umrimda biror qitimmi ko'rmagan opamni chaqirganim nimasi?" To'g'liq aytganda Amrulla buvay bilan noshta qilib bo'lgandan keyin sirtqa qarab maqdi. "Nega varsan bolam? Urumchiga mangman davatsan. Ot harbilaringni, kaptarlaringni qanday qilasan?" Buvayning ko'ngli buzilganda qiladi. "Ularni bir taraf qilib ketmasang, men nima qila olayman?" "Menmu shuning g'amida dada", dedi To'g'liq dimiqi zing'at qilib. "Shunga Munir bilan Pidani tushlik tomoqqa chaqirib qo'yay deyman. Ular bilan maslahatlashadigan ishlar bor edi." "Undaqda Zahranamo chaqirib qo'y." Dada, u harakashdan xusham ketdi. Yo'ligan seri silinib oladigan bir nima ekan. "Undaq dema, balam.
buvayning dam-dam o'pkisi o'rilib turardi. Sen xonlarga chiqib ketganda, ko'mir setib, sirtda yurganlaringda, oshu bala suvlarini akilib, kaptalarga don selib, ko'p tatliqlarni o'tab, sug'urib, eg'irimni yenik, yiroqlarimni yaqin qilib keldi. Amdiza bir vaqt tamoqingni oysang qandoq bo'lgani? Tamoqni oyganlik emas dada. Tug'luq ketadigan chaqda dadasini ranjitishni xohlamadi. Bo'pti dada, chaqirib qo'yay. Tug'luq chiqib ketib Munirni qo'noqqa suv tutayotgan yerdan Pidani beg'ining orqasida daraxt ko'taklarini qo'mirayotgan yerdan topdi. Lekin zehrini do'kon oldidan yoki uyidan topolmay yenib keldi. Amrulla buvay anglab unchiqmadi. Tug'luq savzini qirib suvi chilab qo'ygandan keyin tangnidagi gurishga suv quyib qo'ydi. Ondan u do'kon oldidan go'sht akilish uchun mengib edi. Dadasi Pologa kaptarni bassa obdan bo'ladi. Demakchi bo'lib gapini yutibdi. Chunki to'nigundan beri Tug'luqning eg'ildan, kaptarxonadan kelinmayotganligidan ichi ochiq bo'lib qolgan edi. Tug'luqning japa mushaqqatlarda g'inqinmay vafadarlik, do'stlikni yetkazgan qadinas ko'k bo'z etiga. Hasrat nadomatlarini nozik buqildashlari, mo'llaq etishlari bilan untildiradigan kaptarlarga qiyolmayotganligi ko'zlaridan bilinib turadi. Tunigun kech etiga qo'noq, orpa, sululardan o'xshitib polo etib berdi. Tuxum ichirdi ham peshonalaridan silab uzun mungdashdi. Keyin kaptarxonaga kirib ketib, ko'zlari yosh holda qaytib chiqdi. Albatta shuncha yillar sovuq judullarda, shirg'anliq xon yo'llarida, och zerin kunlarda, yomg'irliq patqoqliq yo'llarda birga o'tgan oshu hayot qadrlashga tegishli saodatli kunlar hisoblanadi. Ular talay-talay eg'ir kunlarni birga o'tkazib, emgak mushaqqatlarda sinalgan do'stlardan edi. Ko'k bo'z at Tug'luqning putingni ko'tar, orqangga yon, oldingda katang bor degandek jiq gaplarini biladi. Endi oshundoq sirdosh do'st xo'shmi demay yo'qab ketsa. Odam degan aslida vafosiz nima ekan deb qolmamdi. Endi kaptarlarchi. Ko'nalar kaptarning mehri 40 yillik xotin mehridan yomon deb beka etishmagan. Bir taqvodor munajjim o'g'zida turib osmonga hanqiyib qolgan kishini ko'rib, "Ey Xudoya iborat, bu bandang sana mahliya bo'lib, muborak jamolingni ko'rish uchun arshga qarawatamdu" deb so'ragan ekan. Allohdan vahima kelib, "Yo'q, bu bandam kaptarlarga qarawatidi" debdikan. Belqut şirketida ovozga e'lanib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romanini bugun mushaygacha anglatdik. Davomini aytki anglatishimizda davomli anglatdimiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.